Tug'ruqdan so'ng eng kerakli tavsiyalar. Agar ayol fiziologik tug'ruq o'zi tug'gan bo'lsa, 30-40 kun davomida yaxshi oqsilga boy mahsulotlardan iste'mol qilishi va bandaj taqishi mumkin va bundan tashqari tug'ruqdan 3-5 kundan so'ng va 1 oy davomida o'ziga borishi kerak. Agar kesar kesish amaliyoti o'tkazilgan bo'lsa, ayol 1 oyda 2 marta o'ziga tushishi, bachadonda paydo bo'lgan chandiq holatini ko'rishi, bachadon razmerlarini qayta ko'rishi, qisqarish funksiyasini aniq bilishi shart. Va bundan tashqari keserva qilingan joyda antiseptik qoidalarga 100% amal qilgan holatda tozalov ishlarini va parvarishlarni olib borishlari kerak. Bolani 1 oy davomida to'liq o'zi xohlaganicha yaxshilab emizishi va o'zi ham yaxshi oziqlanishi kerak bo'ladi. Undan so'ng sekin-sekin bachadon holatiga va ayol o'zi holatiga ko'ra qolgan tavsiyalarni berish mumkin.